Salom, meni matematikalarım, salomatmisiz? Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, demak, 2-sinf matematikasi 3-qism 73-bet 7 hamda 8 misollar ustida bosh qotiramiz. Ha, aytgancha bundan oldingi darslarimizda nega ustoz oxirigacha ishlamayapsiz? O'zingiz ham bilmaysizmi degan demak kommentariyalar bo'pti. Ha, bilmayman. Xursand bo'lasizmi shunaqa desam? Azizlarim, agar men sizlarga oxirigacha har bitta misolni yechib bersam, siz uni tayyorligicha ko'chirib hech qanday miyangizni fikrlashga harakat qilmaysiz. Shuning uchun men ishlab o'rgatganimdan so'ng keyingi misolni siz ishlasangiz, bu juda ham siz uchun demak foydali bo'ladi. Shuning uchun ba'zi misollarda o'zingizga tashlab ketyapman. Agar xohlasangiz kommentariyada keyingi mavzuda yoki keyingi uyga vazifani qaysinisini ishlab, qaysinisini ishlamasligimni yozishingiz mumkin. Xo'p, azizlarim, demak, 2-sinf 73-bet 7-8 misollar ustida bosh qotiramiz. Demak, patnisda 6 ta go'shtli somsa hamda 2 marta ko'p kartoshkali somsa bor ekan. Hammasi bo'lib nechta somsa bor degan savol berilgan. Demak, birinchi bo'lib uyga vazifa deb yozib olamiz. Oxirgi yozgan yozuvingizdan 2 katta tashlab uyga vazifa deb yozasiz. Bet 7 hamda 8 misollar. Demak, go'shtli 6 ta, kartoshkali esa 2 marta ko'p. Go'shtlikka nisbatan hammasi bo'lib nechta somsa bor degan savolga demak javob berishimiz kerak. Agar 2 marta ko'p, 2 barobar ko'p bo'lsa, demak bu 2 ga ko'paytiramiz degani. 2 ta ko'p yo 2 ga ko'p bo'lsa, 2 ni qo'shamiz degani. Bizda demak marta degan so'z ishlatilyapti. Demak, yechilishi. Xo'p, 6 ni 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Sababi bizda hali kartoshkali somsalarning soni aniq emas. 6 kara 2 12. Endi bu kartoshkali somsa. Endi hammasi bo'lib, jami bo'lib topishimiz uchun go'shtli 6 taga kartoshkali 12 tani qo'shamiz, teng 18. 18 ta demak jami bo'lib somsalar soni ekan. Demak, javob 18 ta. Xo'p, keyingisi azizlarim, xushmuomalalik va o'zini tutish qoidalari nima deb ataladi degan savolga demak ushbu misollarni ishlab, harflarni to'g'ri joylashtirsak, biz topib olar ekanmiz. Demak, 8-misolni mana bu joyga yozishni boshladim. 6 ko'paytirilgan 3 qo'shamiz 89. 6 kara 3 18, qo'shamiz 8 kara, qo'shamiz 89 teng. Qarang, birliklar xonasiga birliklar xonasini qo'shib, birliklar xonasiga yozsak, o'nliklar xonasiga o'nliklar xonasini qo'shib, o'nliklar xonasiga yozsak, javobimizni topamiz. 8 ga 9 ni qo'shsak 17, 7sini yozamiz. 1 dilda. 1 ga 8 ni qo'shsak 9, dildagi 1 bilan esa 10. Mana 107. Keyingisi 120 minus 9 ko'paytirilgan 6. 120 minus 9 ko'paytirilgan 6. 9 kara 6. Necha bo'ladi? 54. Xo'p, 0 dan 4 ni ayirib bo'lmaydi. Bir qarz olamiz. 10 dan 4 ni ayirsak 6. Xo'p, mana bu joyda 11 qoldi. 11 dan 5 ni ayirsak ham 6. Mana javob 66 ekan. 93 dan ayiramiz. 2 kara 6 ni. 93 ayiramiz. 2 kara 6 12 bo'ladi, yozamiz. Xo'p, 3 dan 2 ni ayirsak 1, 9 dan 1 ni ayirsak 8. 81. 7 kara 3 dan ayiramiz 6 ni. 7 kara 3imiz 21. 6 ni ayirsak, demak, qarang, bu yerda 1 dan 6 ni ayirib bo'lmaydi, 11 qilamiz. 11 dan 6 ni ayirsak 5. Mana bu joyda 1 qoldi, 1 ni yozamiz. Mana 15. Keyingisi 4 kara 6 ga qo'shamiz 40 ni. 4 kara 6 qo'shamiz 40. 4 kara 6 24. 40 ni qo'shsak, demak 4 ga 0 ni qo'shsak 4, 2 ga 4 ni qo'shsak 6, 64. Endi 32 ga qo'shamiz 6 kara 5 ni. 32 ga qo'shamiz 6 kara 5 ni.
agar mana shu joyda qavslar bo'lmagan taqdirda ham birinchi bo'lib 6 karra 5 ni topib, keyin 32 ga qo'shishimiz kerak. Yodingizdan ko'tarilmasin. 32 ga 6 karra 5 30 bo'ladi. Qo'shsak 62. Xo'p, endi birinchi bo'lib 15 sonini ortida yashiringan, 15 javobini ortida yashiringan harfni qo'yamiz. Bu demak 7 karra 3 minus 6 O harfi ekan. Keyingisi 64. 64 javobida demak mana keling yozib qo'ya qolaylik. K B L O P I. Xo'p, keyingisi 64 demak P. Yo'q, D ekan. D. Keyingisi 15 odob. Keyingisi 66 odob. Keyingisi 81 Xo'p, 81 L. Keyingisi 62 81 da qilibmiz. 81. Keyingisi 62 I. Keyingisi yana 81. Keyingisi yana 62. Keyin 107. Odoblilik. Demak, shumomlalik va o'zini tutish qoidalariga amal qilish bu odoblilik ekan. Azizlarim, mana uyga vazifani bajarib oldik. Doska skrinshot qilib sizlarga tashlab beriladi va men sizlar bilan xayrlashaman. Va siz uni ko'chirib olishingiz mumkin. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, salomat bo'linglar.